Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun, xayrli tun kim qachon ko'rsa. Mana bugungi darsimizda bebaho kuzatuvchilarim yoshlari kattaroq bo'lgan ayollar yuz formalarini chiroyli qilib tushuntirib, chiroyli makiyaj holatida dars ko'rsatib bergim keldi. Ko'zlariga podvodka holatida kleydan foydalanib, bu qotadigan kleydan foydalanib podvodka holatida qalinroq qilib, podvodka qilib chizib oldik va kleyni pastki holatda yopishtirib, ustidan yana terilarni o'sha podvodka holatda yopishtirilgan kleyni kiprikni ustiga tortib oldim. Mana birinchi pastki holatini yopishtirdim va ikkinchi holatda ustki holatini yopishtirib terilarini tortib oldim. Ustilarini, ko'zlarini ustida yana korreksiya holatlarini davom ettirish kerak bo'lsa, shu kleydan foydalanib, kiprigiga tekkizmagan holatda bir chiziq qilib kleyni chizib chiqamiz podvodka holatida va yana terilarini tortib olamiz. Mana va ko'zlarini ochganlarida terilariga yopishgan kleylarni mitilarni vadada artib tozalab tashlasak bo'ladi. Boshqa holatda ketqizish qiyinroq bo'ladi. Yuzlariga yuz namlantiruvchi, yuz qotiruvchi bazalarni yaxshilab surib, yuzlarini sho'sheniyalarni, murashkalarini yedirib, yumshoq qilib, bir xil holatda qilib yuzlarini makiyajga tayyorlab oldik. Bu holat bazaviy fundament juda ham kerak, katta ahamiyatga ega bo'ladi qizlarim, chunki kun davomida tonalkalaringlar yuzlaringizdan erib, oqib, yig'ilib qolmasligini shu holat aynan shu vaziyat ta'minlab beradi. O'shaning uchun bazalar bilan ishlashi juda ham katta ahamiyatga ega o'rni bo'ladi. Yuzlarimizni formalarini chiroyli qilib tugatdik va highlighter rumianalarimizni surib oldik. Yuz barxtning quruq holatga keldi, tayyor bo'ldi. Bir xil xolasa yuzini tayyorlab olsin, xolasa birinchi ko'zini. U o'zini sharoitiga, o'zini yo'nalishiga qarab tanlanadi. Menga yuz tayyorlash birinchi bo'lib yoqadi. Ko'z formasiga o'tamiz. Ko'zga birinchi sal svetli tellarimizni surib oldik va kistimizni kichkinaroq bo'lgan holatdagi ko'z bilan qosh masofasiga to'g'ri keladigan ob'yomda kist tanlash kerak bo'ladi. O'shanda formula chiroyli shaklda chiqadi. Kichkinaroq bo'lgan kistdan foydalangan holatda kirpich rang artilleriya kirpich rang tenidan foydalanib, ko'zni ikki tarafidan ambre holatda rastushovka qilib chiqdim. Bu holatda iloji boricha qalamdan foydalanmaganinglar yaxshi bo'ladi, chunki yoshlarga, vozrastlariga qaragan holatda ishlasanglar qiynalmaysizlar. Vozrastlar juda ham katta ahamiyatga ega. Agar ko'zni ustki holatida qalamdan foydalangan bo'lsanglar, rastushovka qilishga qiynalasizlar, chunki teri ustki terilari yumshoq holatda bo'ladi yoshlar katta ayollarni. Ko'zlarini tagiga korичневый, temno korичневый qalamdan foydalanib rastushovka qilib chiqdim. Ko'zlarini tagiga ham yosh katta ayollarga maslahat bermayman. Oq qalam agar o'zlari so'rab talab qilmaguncha chizmasliklarini maslahat beraman. Ko'zlarini ichki holatida oqmaydigan qalamdan foydalandim va tush yordamida kipriklarini o'zlarining kipriklari bilan qovoq yopishtirgan kiprigimizni qo'shib tushlab chiqdim. O'shanda bilinmay ketadi, umuman qo'yilgan kiprik o'zlarining kipriklaridek chiroyli ko'rinadi. Qoshlarida e'tibor bergan bo'lsanglar, rastushovka bor edi. O rastushovkani ten yordamida mana yo'q holatga olib keldim. Buni darsda qo'shib ko'rsatib o'tib ketdim. Juda ham o'chiradigan holatda emas bo'lsa ham ko'rsatib tushuntirib o'tib ketganman. Shu holatda ham sizlarga tushuntirgim keldi. Qoshlarni yana o'zlarini qoshlariga o'xshatib mos holatda chiroyli formaga kirgizdik va gel yordamida kistichka bilan tarab chiqdim. Lavlari o'zi puxlinka ekan, chiqarmadik. Shu holatda formalarini chizib oldim va konturlarini chizib olgan konturimizni rastushovka qilib chiqdik. Sal svetliroq qalam bilan bu holat lavlarini tabiiy chiroyli holatda ko'rsatadi. Lavlariga mos holatdagi pomadadan foydalanib, lavlarini chiroyli qilib to'ldirib bo'yab chiqdim. Bebaho kuzatuvchilarim, bugungi darsligimiz yoqqan bo'lsa, hammanglardan chiroyli e'tiboringlarni, chiroyli fikrlaringlarni kommentariyada kutib qolaman. O'rgatganlarim hammanglarga yaxshilikka, xayrlikka xizmat qilsin va yana yaxshi kunda ko'rishguncha inshaalloh sog' omon bo'linglar.